Uchburchakning ikkita tomoni uzunliklari 6 santimetr va 3 santimetr ekani ma'lum. Agar berilgan tomonlariga o'tkazilgan balandliklar yig'indisining yarmi 3 balandlikka teng bo'lsa, uchburchakning tomoni uzunligini toping. BC tomoni 3 santimetrga, AC tomoni 6 santimetrga teng bo'lsin. Bu tomonga o'tkazilgan balandliklar H1 va H2 bilan belgilaymiz. 3-balandligimiz H3 ga teng. Bizdan so'ralayotgan narsa AB tomon, ya'ni X ni topishimiz kerak. Hop, H1 plus H2 ning yarmi masala shartida 3-balandlikka teng. Birinchisi, SABC uchburchakning yuzini topadigan bo'lsak, H balandlik ko'paygan asosini yarmiga teng. Ikkinchi tomondan hozir shu yerda H1 ko'paygan 3 taqsim 2, ikkinchi tomondan H2 ko'paygan 6 taqsim 2, uchinchi tomondan H3 ko'paygan x taqsim 2 ga teng. Buni ikkitasini proporsiya qiladigan bo'lsak, H1imiz 2 H2 ga teng. Buni olib kelib bu yerga olib kelib qo'yamiz. Demak, 2 H2 plus H2 taqsim 2 miz H3 ga teng bo'ladi. Bundan H3imiz 3 taqsim 2 H2 ga teng. Endi buni olib kelib bu yerga olib qo'ysak, hop, H2 ko'paygan 6 taqsim 2 teng x taqsim 2 ko'paygan H3 o'rniga 3 taqsim 2 da H2. H2 o'zaro yechib ketadi. 2 o'zaro qisqarib ketsa, hop, bundan ximiz 4 ga teng. Demak, javob uchburchakning 3-tomon uzunligi 4 santimetr ekan.